Bugungi obzorimizda Traverse Z71 2026-model. Ishning o'zi jiddiy, polirovka keramikadagi yana ham jiddiylashdi. Zavodskiy diska bolani off-road uchun mo'ljallanganda biz uni shahar ko'chalariga moslashtirib, yangisini almashtirib yetdik. Ko'rib turganingizdek, mashinamiz bahaybat va unga kerakli bo'lgan narsa parol bo'ladi. Biz sizga sal topilish qiyinroq bo'ldi, lekin topib ustanovka qilib berdik. Bu mashinani maksimal komfort qilish uchun xolodilnik va sandiqcha o'rnatib berganmiz. Bunda siz xohlagan ichimlikni salqin holatda saqlab ketsangiz bo'laveradi. Undan tashqari istalgan buyumlaringizni shunaqa porядки holatda ketkizsangiz bo'ladi. Bu mashinaning salonini qilib bergan ishlarimiz har bitta sidinaga nakitga qo'yib berganmiz va salondagi detallarni akvaprint qilib berganmiz. Undan tashqari eng kerakli narsa Eokordan polis olib berganmiz. Ushbu xizmatlarimizga 1 dan 10 gacha bo'lgan shkalada baho qo'ying va shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa bizga murojaat qiling.